Kanalımızda. Ana patent Patent cheklarini hammasini to'lab beradi. Registratsiya, yotoq joy hammasi bor. bepul. Bunday pul temasi, oylik temasi yoki kvartira, registratsiya, unaqa temada hali problema bo'lgan yo'q. Hammasi original qilib beradi, registratsiya. Hamma narsa original aka. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum. Bizni kanalimizda kuzatib borayotgan akalarimiz hamda opalarimiz, jonlaringiz sog'mi? Qayerda bo'lsangizlar ham Allohga omonatsizlar, akalar, opalar. Videoni boshlashdan bitta like, kommentariyada chiroyli so'z yozib qoldiringizlar. Inshaalloh biz esa bitta ham bo'lsa akalar yaxshi ishdan chiqarishga, sizlarga foydali ishdan chiqarishga to'xtamaymiz inshaalloh. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bu yerga ham erkak, ham ayol kishilar, ham семейный paralar bemalol ishga taklif qilinadi. Ishimiz esa ikki joyda bo'ladi akalar, opalar. Oziq-ovqat sklad va xleb zavod skladida akalar, opalar. Oziq-ovqat skladini aytib o'tamiz. Город Sankt-Peterburg, Sestroreskida bo'ladi akalar. 3850 rubl smenasiga plus razvoskasi bor akalar, opalar. Razvoskasi tekin va pitaniyasi tekin, mutlaqo tekin akalar, opalar. Undan keyingi ishimiz esa men o'ylaymanki, biron vatandoshimiz qarab turmaydi, like, comment, repost mana shu videoni do'stlariga, yaqinlariga jo'natib qo'yadi degan umiddamiz. Ish izlab yurgan vatandoshlarimizga. Ikkinchi ishimiz esa bu ham Sankt-Peterburgda, Город Sestroreskida xleb zavodda akalar, opalar. O'zbekistondan kelaman degan vatandoshlarimiz yozyapti. Ko'pincha ham erkak, ham ayol, ham семейный paralar. 18 yoshdan to 35 yoshgacha bo'lgan ham erkak, ham ayol, ham семейный paralarga ishga taklif qilamiz. Bunda O'zbekistondan kelaman degan vatandoshlarimizni qulay tomoni, sizni aeroportdan kutib olishadi, sarson bo'lmaysizlar. Besplatna yotoq joy ishxona tomonidan, besplatna registratsiya ishxona tomonidan va patentga pul yordam beradi. Oylikdan patentni pulini постепенно olib qoladi va plus patentni cheki to'lovlari tekin ishxona tomonidan bo'ladi. Ishimiz esa 6 ga 1, bez выходной ham ishlasangiz bo'ladi, 6 kun ish, 1 kun выходной ham qilsangiz bo'ladi. Aytib o'tdim, yoshlarini akalar, opalar, yosh chegaralangan 18 yoshdan to 35 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimiz inshaalloh bemalol ishonchli ishga borishlaringiz mumkin. Pastda nomerda ko'p vatandoshlarimiz ruschani bilmaydi. Menejer opamiz o'zbek, bemalol pastdan telefon qilishlaringiz mumkin. Aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Inshaalloh sizlarga batafsil ma'lumotni ham tushuntirib beradi va sizlarga qanday borish yo'llarini hammasini ko'rsatib boradi opamiz. Pastda nomerda ham WhatsApp, ham Telegram bor, imosi bor. Qo'yib o'tganman, bemalol aloqaga chiqib borishlaringiz mumkin. Aytib o'tdim, ishlarimiz inshaalloh ko'p vatandoshlar, faqat sizlar podдержкani qilingizlar. Men har kuni ish chiqarmayman akalar, opalar. Inshaalloh shu bitta ham bo'lsa foydali bo'lsin xalqqa. To'g'rimi akalar, opalar? Foydasi qanday? Zato sizni qiynalib yurmaysiz, aldanib yurmaysiz, registratsiya deb, трудовой договор, chek, patent, akalar, bu hammasi pul turadi. Va plus xleb zavodda 3300 rubl smenasiga beradi. 3300 rubldan plus besplatna yotoq joy, besplatna registratsiya, besplatna chek, patentni to'lovlari. Pastda nomerlarga aloqaga chiqib, bog'lanib, borib, bemalol ishlashingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana yangi videorolikda ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.